Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Toshkilava mashinasidan olib qoldik. Karkaslarni ustiga davom ettirib, orqasiga Damaskga o'xshatib yashaymiz. Bo'lishlari mumkin, xudo xolasa. Bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Bo'yimiz ham svarka ishlari o'z yakuniga yetib qoldi. Bo'lishlari mumkin, nasoslari ham mana hech qanaqa qattiq urmaydi. Sekin ochiladi mana. Lavbomiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib qo'yishlari mumkin. Eshiklarning ochilishiga mana baho beringlar. Do'kkat urmaydi, mana sekin ochiladi. Qalim mana cho'tki bo'lib bo'lgan. OSB panellardan urib berdik tonaga. 0.10 mm-ligidan. Plus 1 cm qalinligida istan qilingan. Go'zal holatda chiqdi. Tanaligiga baho berib bersizlar.